Boshladik. Assalomu alaykum. Yana bir bor hammaga Jizzax mebellar jamoasi yana bitta o'sirim gujarini yakuniga yetkazdik. Bugungi manzil Samarqand viloyati Pastarg'om tumanida biz xudo xolasa. Voy, xonani remontini qarang. Oxirgi rusumdagi lyustra, patologlarga ishlab yurgan. Bir gap aytaymi? Xudo xolasa hamma narsa tayyor, faqat bitta kelin endi to'y qoldi ya'ni. Xo'p, davom etamiz. Mana bu so'nggi joylarni yakuniga yetkazib oldik. Ana endi sizga shkafni, spalni hammasini arzor qilamiz. Akam, siz oldiga o'tasiz. Xo'p, shkafdan boshlaymiz. Shkafning uzunasiga 2,5 metr bo'ladi. Mana turishini qarang, buni kattaligini. Akam oching eshigini buni. Xo'p, o'rtalari kiyim taxlashga bo'ladi, xuddi mana shunday holatda. Ana qarang, ishlarni oshiq-moshiqlari 4 tadan bo'ladi. 1, 2, 3, 4 ta. Akam yoping eshikda. Qo'yib yuboring, o'zi yopiladi mana. Ketdi. Vakuumni, ya'ni Toshkentlik akalarimiz aytgandek, davchikli narsadan bo'ladi. Endi qarang, mana bizlar qo'lda charxlangan bo'ladi, qo'lda kesib ketmaydigan variantda. Yonlariga mana bunday palasa tushirilgan. Mebelimiz rosa ham ko'rkini ochib turibdi. Xo'p, buni rangi kapuchino rang bo'ladi. Korpus qismimiz oq rang bo'ladi, ya'ni qaymoq svet. Ana sizga ichlari. Ichlari ham anchagina kenggina qilib ishlangan. Pastda oyoq kiyim tanlash uchun polka отдельно bor, tepada shapkalar qo'yish uchun polka bor, vishilkamiz bor. Yoping buni ham eshikni, buni ham eshik davchikli bo'ladi. Hammasi davchikdan ishlangan. Mebelda hamma narsasi idealni, ya'ni original narsadan ishlatilgan. Ruchkani ko'rdingizmi? Ruchka ham temirdan. Ikkita taraf bir xil vaqtdan olmagan holatda bitta taraf ko'rsatamiz. Akam tremoni aylantiring, tremoni. Xo'p, tremosini qarang mana. Mana shunaqa aylanadiganlik. Mana buni ichini bitta ochasizda mana ichiga xudo xolasa dollar yashirib qo'yib yuboram deb qutulab ketaverasiz xudo xolasa. Aylantiring buni. Ana shunday qilib aylantirsangiz ham bemalol bo'ladi. Tremonimiz uzunasiga 1.30 aka. Tremon uzunasiga chamasi 1.30 bo'ladi, balandligiga 1.80 bo'ladi. Ana ko'rdingiz. Endi bu tarafini ko'rsatamiz. Bu taraflar tortmacha bo'ladi mana shunday holatda. Tortmachalar ham mana davchikli. Ana sizga. Balandligini ko'rdingiz, mana bu tarafda qaranglar. Svetelnigi bor. Svetelningni 220 ga o'zlari ulashadi, xudo xolasa. Keyin svetelnigi ham yonib beradi. Spalnisiga o'tamiz. Spalnisi standart bo'ladi 210 ga 170 matrasli razmer. Ana bu sizga oyoq uchida sofasi ham bor. Ko'ring, ikkita xonaga bemalol ishlatishaveradi nasib bo'lsa. Mana bu usti ham moyishnik bo'ladi. Bemalol kirib qolsa, bemalol xudo xolasa yuvsiz ham bo'laveradi. Spalnisini ko'rsataylik avval. Spalnisi ortopedический bo'ladi. Ana sizga bosh tomoni. Bir gap aytaman sizga, bosh tomonini xohlagan fasonda tanlasangiz bo'ladi. Endi uydagilarga mana shu narsa ma'qul bo'lgan ekan, mana shunday qilish. Emasam buni o'zingiz uchun xohlaganingiz bor, biz sizga katalog tashlab beramiz. Bemalol ko'raverasiz. Tumbichkasini ko'rasizmi? Tumbichkasi ikkita bo'ladi. Endi yoqish uchun bizda sharoit yo'q, to'g'risi. Xo'p, yoqilgan videosi bo'lsa, uni ham qisqacha qo'yib qo'yamiz. Bu akam bir yoqib, o'zlari tekshirib ko'rurlar. Mana sizga tumbichkalari. Xo'sh, mebelimiz 100% laminatdan bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, pastda telefon nomeri qoldirilgan, adresimiz Jizzax shahrida bo'ladi. Ishlab chiqarish sexdan birinchi qo'ldan olsangiz bo'laveradi, xudo xolasa. Aldov yo'q. Qanchagacha? 150 kilometrgacha, 150 kilometrgacha xudo xolasa dastavka uстановка xizmatlari mutlaqo bepul. Pastda telefon nomeri qoldirilgan, o'shanga aloqaga chiqasizlar. Zakaz qilganlardan keyin 3 kun, 5 kun oralig'ida xudo xolasa zakazlarning o'zida bo'lib yetib boradi. Akam ham через onlayn zakaz qilganlar, mana aytgan narsalardek xudo xolasa bo'lib turibdi. Kimga qiziq bo'lsa, pastda nomer qoldirilgan, aloqaga chiqasizlar.